Bizni kuzatayotgan barcha ayollar uchun Shohlayevning bayram sovg'asi. Marhamat. Hammalarini ushbu go'zal bayram bilan tabriklayman. Bu ayol bunchalar chiroyli. Barcha ayollarni, xotin-qizlarimizni kirib kelayotgan 8-mart xotin-qizlar bayrami bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Ayol aziz, muqaddasdir, nozik go'zaldir, shubhasiz. Onalar oyog'i ostida jannat deydi. Shu jannat topishga harakat qilamiz. Baxtimizga barchalari sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Tabriklaymiz bayramni. Onam, hamma xolalarim, hamma ammalarim va hamma meni tanigan ayollar. Hammalarni tabriklayman. Yurtimiz munis mo'tabar onajonlarimizga, opa-singillarimizga bahor ayyomi muborak bo'lsin. Sen baribir muqaddassan, muqaddas ayol. Siz borsizki, chindan ham olam munavvar. Biz sizni yaxshi ko'ramiz. Omon bo'ling.